Mındaq, pul almayman desangiz bo'lmaydi. Yo'q, to'xtab. Mana bir baho qo'yib qo'ying. Rost pul almayman. Pul olmasangiz bo'lmaydi. Rost gap. Undasimi mana 5000 ko'p pul yetyapti. Yo'q, olmasangiz bo'lmaydi. 5000 ko'p pul yetyapti mana. Hozir ko'rib qolsangiz xatimi. Yo'q. Unda emas. Men olmayman maqman. Yo'q, olmasangiz bo'lmaydi. Qarang, men bak yoqtirdim. Manda rasmni men rasmiy hayajonlandim. Mana tojisi, men xo'roz rasmiy menkamni cho'ma ko'z. Men toja, men jonliqlikcha, men xo'rozning rasmiy etilgan vaqt ekan men. Bo'ldi, anandagi men sizning miyada men kerakli nurg'un narsa bor ekan. Biz mana yakandagi zavodning ichiga shu mufajan bo'g'anda bir bo'g'anga tayyorlab qilyapmiz. Ya'ni chorvachilik muzeyi. Bu chorvachilik muzeyida nima bo'ldi desa, 1955-yildan Abnum rayon qurilgandan tortib, hozirgacha bo'lgan bu chorvachilikni ishlatgan jadudan tortib, Sovetdan tortib, shu itizlikda ishlatgan meyadagi ara, otlarni qatgan, eshaklarni qatgan shu narsalardan tortib, hamma narsa tizildi uning ichiga. Chorvachilik qilish jarayonida ishlatgan narsalar, juvozlardan tortib, hammani tizib bir muzey qilmoqchi biz yana. Chorvachilik san'atda ava. Ayni juvaz. Juvozni siz bo'lib ketgansizmi? Mana juvaz. Marasmingizni kerak menga. Ayni juvaz. Rasmiy haqiqiy juvaz mana. Sizda nurg'un narsa bor ekan, men aytadigan manasimingizni aytadiganman. Ma'ni aytadiganman. Chorvachilikqa munosabatlik. Anandan keyin odamni ish qotgan odam ava. Pul sanayotgan odam 53-yilniki. 53-yillik odam ekan ava. Pulni menda tashlab qo'yiblamsizgan. Madem marasim kerak ekan men, chunki men xo'jun bor emasman. 50-yildagi xo'junimni topdim. Shu xo'junlarning asma chorvachilar ishlatadi emas buni. Yana nima bor? Chorvachilikqa munosabatlik sizda nurg'un narsa chiqadi ekan. Men yerda bir chorva haydab ketib qolgan odam bor ekan-ku. Shimolmi bu yo bu Xotanmi? Shimolnikida mana. Nechinchi yil siz ham 2017 siz bitgansiz mana? 2017-yil sizibdim ekan. Mana. Ma'nosimi kerak ekan. Chiqib ben chorvalaringizni hamma aytibman. O'zim boqmay olib. Astaqilla. Andan o yerda bir tugib ekan qumliqda. Bu ayni vaqt karavonlik ekan mana, qattiq usab suv ichayotgan. Tugiga anandan keyin mana nimaga bosgan ma'nolarmi bor emasmi? 60 yillik men konusini tepib qo'ydim. Hamda bizning yemqaşak zavodining ichiga ichkirdan sayohatchilar va yoki hozirgi maktabda o'qiyotgan bolalar, men yaqinqi 80 yillik Xinjiang chorvachilig'ining taraqqiyotini bizni shu 2000 penpang ya'ni men bo'g'an qilmoqchi. Men san'atkor bo'lib ketay deb qoldim hozir. Chorvachilikni san'atga qilib Şu anda sizde nurg'un narsa chiqadi ekan. Shunga menga 5000 ko'y azgulab bo'lib qolsa chiqarib. Men siz baqa qilasiz, ani men so'rayapman sizni ba'zi necha pul deb. Meni rost men olmayman juma pulni. Ammo so'z olmaydi. Siz so'q qilmayman. Men so'q qilsangiz. Meni so'q qilsangiz ani qanday sizni ma'nosi setib berang deyalayman, qana kelalayman meningizga. Darasi uni so'q qilmayman. Yo'q, unda bo'lmaydi. 100 yilning oldida mushta baqitganda. Hali hamma mushta beqiyotgan yerlar bor, to'g'rilikda. Yayıltib beqiyotgan. Naqd men bilan munosabat qilishganman u chorvachilik. Tushunami? Bunda olib qolib sizning mishada bir men keraklik bir 30-40 ming ko'y, 40-50 ming ko'ylik birim chiqdi ekan. O'zim bunda hisobladim, baho qo'ydim, qolganini chiqib mansab qimmatrakdan. Men unda deyman. Va qimmatrakdan. Hargiz deyman. Bo'ldi do'stlar, mushunda san'atkorlarimizni, ijodiyatchilarimizni qadrlaymiz. Mana mishada nurg'un asarlar bor ekan. Shu 100 yilning yoki chorvachilik qilayotganlarningki nurg'un asarlar bor ekan. Endi menga 5000 ko'y pul etib qo'ydim, olmayman deb turib oldi, lekin bu 5000 ko'yg'imi azam ma'vo. Chet elningki asarlarini bir tane asarlarini ko'rdik, 50 ming ko'y, 500 ming ko'y, 1 million chiqilib men nihoyat hayajonlanyapman rasmini ko'rib. Andan keyin biz shu yakandagi zavodning ichiga bir chorvachilik muzeyi tayyorlab qo'ydik. Mushuning ichiga tizidiganga juvoz, anandan keyin chorvachilikqa munosabatli yana qandaq narsalar bor, atrofingizda mushundaq kon narsalarni ilib sotadigan do'stlar bo'lib qolsa bizga tavsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Andan 5-oyning 9-kuni Xotan Naya Xaniriq bozorida, 5-oyning 10-kuni Xotan shahar Yapılaq Malchorva bozorida men Ahmad Ro'za apandim, shirkatimizdagi boshqa xodimlar ham Adil apandim bilan ashada baxmachilar bilan birlikda bir yuz ko'rishmoqchi. Biz asli o faoliyatda baxmachilarning savol-javob har qitimliq o'xshash o'rinlashtirgan. Endi men Xotan bo'lgandan Adil apandimga o'xshash san'atkorlar bilan billa bilimning orlig'ida ancha-muncha zerikkan vaqtlarda qo'shimcha ishni bilib ma'lum degan maqsadda men eng cho'ng bildigan haqiqiy san'atkor Adil apandimni men alohida taklif qilib Xotanga keldim. Mana 5-oyning 9-kuni Xotan Naya Bog'chi bozorida, 10-kuni Yapılaq Malchorva bozorida ko'rishaylamsa. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.